Muhim bir savol chiqib qoldi. Hozir mana shu yerda bir yerda suhbat qilib o'tiruvdik, ixtilofga tushib qoldi. Siz hal qilib bermasangiz bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Desam, odam otani qoni nechinchi guruhi? Mana shu gap. Mana shu gap. Keyin aytdim, bilsanglar nima foyda topasizlar? Bilsalaringiz qon quymoqchimisizlar, nima qilmoqchisizlar? Buni o'rniga bir foydali gapni gapirsalaringiz bo'lmaydimi? Bir oyat o'rgansalaringiz bo'lmaydimi? Bitta hadis o'rgansalaringiz bo'lmaydimi? Umringizni bunaqa gapga zoya ketkazib, tortishib bir-biringiz bilan meni ham vaqtimni olib. Har kun uchraydi bunaqa savollar. Bunaqa savollar ana shu har kuni har xil holatlarda uchraydi. Demak, savol berayotganda qarash kerak, nimani savolini beryapti? Nima foyda beradi bu savol? Javob olsa.